Villager News. Tezkor xabarlar. Bir aqldan ozgan jinni bizning ikkita fuqaromizni garovga oldi. Qurollangan politsiya hozirgina binoga yetib keldi. Voqea joyida 9-fuqaro. Rahmat 4-fuqaro. Mana o'sha qurollangan shaxs bizning ikki fuqaromizni garovga olgan binoni tagida turibman. Bu ko'chadagi aholini himoya qilish maqsadida ko'cha yopib qo'yildi. Oy, 30 odamman. Mana oldimda esa 43-fuqaro. Bu vaziyatni ko'rib qolganingda qanaqa ahvolda eding? Ha, bu qo'rqinchli edi. Shunchaki yurgan to'xtadim. Qaranglar, ular ishga kirishyapti. Fuqaro, qurolingni tushir mol faqam. Kim? Man? Sen. Tezroq qo'lingdagi pichoqni tushir. Lekin men buterbrod qilaman. Hozir garovdagilarni qo'yib yubor. Yo'da qanaqa garov? Bizda o'tda ikkita garovga olinganlar bor deb aytishdi. Lekin bu yoqda u va men borman. Salom. To'g'ri. Ikki garovga olinganlar. Nima? Bu hech nimani anglatmaydi. Qara, yangiliklarda nimadir haqida gapirishyapti. Aqldan ozgan jinni ikki fuqaroni garovga oldi. Bu bizami? Nima? Bu sensan, iflos. Meni qo'lvar iltimos. Nima maqshimga temayapman. Iflos, sen nima xohlaysan? Meni hech nimani xohlamayman. Shunchaki buterbrod tayyorlash xohlayman. Unga ozgina buterbrod beringlar. Hech kim zarar ko'rmasligi lozim. Ichkari kiramiz. Hay, qayerga to'san? Albatta intervyu olishgada. Salom. Men qishloq yengiliklari dasturidan 9-fuqaro. Aqldan ozgan jinnilik bahsiga nima sabab bo'ldi? Men faqatgina buterbrod tayyorlash xohlayman. U menga tahdid qilyapti. Yo'q, unaqa emas. Agar bu yoqdan tirik chiqmasam, iltimos 4-fuqaroga aytinglar, uni sendvichini men yegan edim. Men buni bilardim. Juda ham qaltislashib ketdi. Hozirroq boshlashimiz kerak. Olg'a. Unda hozir oshinglar. Pulinglar oshinglar olg'a. Nima qilasizlar? Endi sizlar ham hammanglar garovdasizlar. Nima? Yo, lekin mahalla yashashim kerak-ku. Masada iltimos qilaman, meni qo'yib yubor. To'xtanglar. Men hech kimni garovga olganim yo'q. U juda ham yolg'onchi ekan. Bori shu. Mayor vaziyatdan xabardor qilindi. Xo'sh, biz nima qila olamiz? Senda pozitsiya kuchi bor. Balki u senga quloq solar. Ha, bu juda ham ajoyib g'oya. Ketdik, u bilan gaplashamiz. Men ham garovga olindim. Hozirgina menda muhim xabar bor. Xullas, men ham garovga olindim. Yaxshi, bu qishloq yengiliklarini shu haftadagi qismi uchun. Keyingi safar ko'rishguncha. Uzr, bola.